O'zbekistonda bir dona bo'ladi Toyota Land Cruiser 300 lik VXR eng maksimal komplektatsiyasiga va Extreme dop opsiya qo'shilgan bo'lsa va siz uni buyurtma bersangiz. Albatta Extreme komplektatsiyada nima o'zgarishlar bo'ladi? Bu zavod tomonidan emas, asosan tuning atelye tomonidan darabotka qilingan bo'ladi. Asosiy o'zgarishlari yong qanotlari kengaytirilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin qanchalik kengaytirilgan va off-road uchun yoki yo'l tanlanmasi boshqa ekstremalniy yo'llarga mo'ljallangan bo'ladi. Va g'ildiraklari bitlock diska bo'ladi. Bitlock diskani bilasizlar, off-road vaqtida juda ham sizlarga qo'l keladi. BF Godrich 35 yo'l tanlanmas g'ildiraklarda bo'ladi. Mana buni darabotka desa bo'ladi. Juda ham yarashgan. Meni fikrim bo'yicha sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yarashganmidi yoki o'zini stok holati yaxshimi? Va bu avtomobillarga B4, B6 va B7 lar ham juda ham mos keladi. Gap nima haqida ketganini tushungan odam o'zi biladi. Bu avtomobillar maxsus buyurtma orqali faqatgina olib kelinadi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu va bunga o'xshagan boshqa inomarkalarning kunlik narxi, batafsil ma'lumoti va bojxona to'lovlari qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib tanishib chiqsanglar bo'ladi.